Uning oppoq badani oydinda tovlanayotgan ipakdek terisi ko'z oldimdan ketmasdi. Men uxlardim, lekin tushlarimda faqat u bor edi. Ugoq edi, lekin men uning xayollari ekanligimni bilmasdim. O'sha tun, o'sha yomg'irli, momaqaldiroqli tun bizning hayotimizdagi hamma narsani o'zgartirib yubordi. Bu shunchaki ehtiros emasdi. Bu yillar davomida yig'ilib qolgan portlashga tayyor vulqon edi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan hikoyam ehtimol ko'pchilik uchun taqiqlangan mavzudir. Lekin bu haqiqat hayotning o'zi. Agar siz ham inson qalbining eng chuqur, eng yashirin burchaklaridagi sirlarga qiziqsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Mening ismim Nodir. Yoshim 26. Bu voqea sodir bo'lganida 24 yoshda edim. Qishloqda oddiy hayot kechirardim. Bizning uyimiz amakimning uyi bilan devordarim qo'shni edi. Amakim maktabda o'qituvchi, ko'pincha ishda bo'lardi. Ularning bitta o'g'li bor, mendan katta shaharda o'qiydi. Faqat dam olish kunlari kelardi va inobat kenayim. U 400 yoshlarda edi. Lekin unga qaragan odam buni aslo ayta olmasdi. U kasalxonada navbatchi hamshira bo'lib ishlardi. Uning qomati ochigini aytganda, qishloqdagi har qanday yosh qizni hasad qildiradigan darajada go'zal edi. Men uni har doim hurmat qilardim, Kenayer deb murojaat qilardim. Lekin ichimdan unga bo'lgan munosabatim boshqacha edi. Uning har bir harakati, kulgusi, hatto oddiygina yurishi ham meni o'zimga tortardi. Bu shunchaki jinsi istak emas, balki qandaydir tushuniksiz, o'smirlikdan qolgan bir hayrat va ehtiros edi. Bir kuni ertalab odatdagidek ularnikiga bir yumush bilan kirdim. Eshik ochiq edi. Har doim chaqirib kirardim. Lekin bu safar negadir indamay kiraverdim. Dahlizdan o'tib, yotoqxona eshigini ochdim va qotib qoldim. Kenim musiqa ishga kiyinayotgan ekan. Uning egnida faqat oppoq nafis ichki kiyim bor edi. Uning silliq yelkalari, ingichki beli va to'lishgan dumbalari ertalabki quyosh nurida shunday jozibali ko'rinar ediki, men ko'zlarimni uzolmadim. U meni ko'rib chochib tushdi. "Voy, Nodir, eshikni yop!" deb qichqirdi u qo'llari bilan ko'kragini tosib. Men go'yo sehrlangandek edim. Zo'rga uzr Kenay deb guldiradim va eshikni yopib, shosha-pisha chiqib ketdim. O'sha kundan keyin hayotim o'zgardi. Kenayimning o'sha holatdagi tasviri ko'z o'ngimdan ketmasdi. Kechalar uxlay olmasdim. Tushlarimda uning oppoq badanini silardim, uning hidini his qilardim. Men o'zimdan uyalardim, lekin bu istakni jilovlay olmasdim. Har safar uni ko'rganimda yuzim qizarib, tezroq ko'zdan yo'qolishga harakat qilardim. May oyi edi, havo ilqahorning mast qiluvchi hidi demoqqa urilardi. Bir kuni kechqurun amakim qo'ng'iroq qildi. "Nodir jiyan, Kenang tungi navbatchilikdan kelib charchab uxlab qolibdi. Mollarga o'txasha tashlab yubor." Men maktabda ushlanib qoldim. "Kechroq boraman" dedi u, yuragim tuk etib urdi. "Xo'p amak, xavotir olmang" dedim. Ovozim titrab ketmasligiga harakat qilib. Bu taqdirning menga bergan imkoniyati edi. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va uxlab yotgan go'zal Kenayim. Amakimning ishlarini tezda bitirdim. Quyosh botib qosh qorayib qolgandi. Men sekin uyga kirdim. "Kenay" deb chaqirdim. Ovozim biroz bogiq chiqdi. Javob yo'q. Yana bir bor chaqirdim. Sukunat. Yuragim ko'krak kafasimni yorib chayozdi. Oyoqlarim o'z-o'zidan yotoqxona tomon boshladi. Eshikni musiqa asta ochdim. Uxlab yotardi. Ishdan kelgan kiyimida charchoqdan, karovga yuztuban yiqilgancha uxlab qolgan edi. Tizzasidan biroz yuqorida turgan yubkasi oppoq koftasi. Uning tinch bir maromda nafas olish xonadagi sukunatni buzardi. Men uning yoniga keldim. Uning sochlari yostiqqa yoyilib yotardi. Men uning yoniga o'tirdim. Qo'llarim titrardi. Uning yuziga tushgan sochini sekin ko'tardim.
Uning terisi shunday silliq, shunday issiq ediki men engashib uning yuzidan o'pdim. Oqdan xuddi kapalak qanoti tekkandek. U qimirlamadi. Bu mening jur'atimni oshirdi. Men uning yubkasini sekin yuqoriga ko'tara boshladim. Uning oppoq silliq oyoqlari keyin esa oppoq tursiga ko'rindi. Mening nafsim bo'g'zimga tiqildi. Men uning sonlarini silay boshladim. Qo'llarim yuqorilab bordi. Uning terisi mening qo'llarim ostida biroz titragan deb bo'ldi. Lekin u uyg'onmadi. Men uning tursiga ustidan o'pdim. Uning o'ziga xos ayollik hidi meni mast qilardi. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Bu shunchaki shahvat emasdi. Bu yillar davomida yigilgan hayrat, ehtiros va balki sevgi edi. Men uning tursigini sekin pastga tushirdim. Uning eng mahrim joyi ko'zlarimga ochildi. Men engashib tilim bilan u yerni erkalay boshladim. Men go'yo chanqagan sayohatchi edim va bu mening bulog'im edi. Men uning tanasining har bir nuqtasini o'pib silab chiqdim. Uning makasini ko'tardim, lifchigini yechdim. Uning oppoq to'lishgan ko'kraklarini qo'llarim bilan ushladim. Uchlarini tishladim. Mening ehtirosim shu qadar kuchli ediki, men tezda o'zimni yo'qotib qo'ydim va bo'shandim. Tursigining ustiga. Men biroz uyaldim, lekin bu hissiyot. To'lqinini to'xtata olmasdim. Men biroz tinchlandim, lekin nafsim hali qonmagan edi. Men o'rnimdan turdim, shimni yechdim. Mening asbobim toshdek qotib turgandi. Men yana uning ustiga engashdim, uni o'zimga tortdim. Men uning tanasiga o'zimnikini ishqalay boshladim va shu payt u ko'zlarini ochdi. Uning ko'zlarida avvaliga tushunmovchilik, keyin esa dahshat va gazab paydo bo'ldi. Nodir, nima qilyapsan? Iflos deb qichqirdi u va menga tarsak tushirdi. Yuzim lovillab ketdi. Tush ustimdan. Hozir amakingga aytaman, sharmanda qilaman deb baqirardi u tirchilab. Lekin men endi to'xtay olmasdim. Mening ichimdagi hayvon uyg'ongan edi. Men uning qo'llarini ushlab boshining yuqorisiga qayirdim. Sizni musiqa istayman kenayi. Faqat sizni dedim ovozim xirillab. Men o'zimni uning ichiga ardim. U qichqirdi. Og'riqdanmi yoki zavqdanmi bilmadim. Men harakatlanib boshladim. Avvaliga sekin, keyin tezroq. Uning tanasi mening harakatlarimga javob bera boshladi. Uning qarshiligi asta-sekin susayib, o'rnini ingrashlar va chuqur nafaslar egalladi. Nodir to'xta, yo'q u. Uning so'zlari bir-biriga qovushmasdi. Uning tanasi endi menga qarshi emas, men bilan birga harakatlanardi. Uning tirnoqlari yelkamga botdi, oyoqlari belimga chirmashdi. Biz 20 daqiqacha shunday davom etdik. Xona bizning nafasimiz, ingrashlarimiz va tanalarimizning bir-biriga urilish ovozlari bilan to'ldi. Bu yovvoyi boshqarib bo'lmaydigan ehtiros edi. Men uning bo'ynidan, lablardan o'pardim. Siz go'zalsiz, siz ajoyibsiz deb pichirlardim. Uning ko'zlarida endi gazab yo'q. Faqat tumandek shahvat va lazzat bor edi. Men o'zimning eng yuqori nuqtamga yetib keldim. Kenayi, men hozir deb ingradim va bor kuchim bilan uning ichiga bo'g'andim. U ham men bilan birga titrab ketdi. Uning tanasi qattiq taranglashib, keyin bo'shashdi. Biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz yiqildik. Biz biroz shunday yotdik. Faqat og'ir nafas olishimiz eshitilardi. Men boshimni ko'tarib musiqa uning yuziga qaradim. Uning ko'zlari yumilgan yuzida qandaydir tinchlik va qoniqish ifodasi bor edi. Men terlagan peshonasidan o'pdim. Mazza qildim, kenayi, dedim pichirlab. U ko'zlarini ochdi. Uning nigohida musiqa, avvalgi gazabdan asar ham yo'q edi. Uning ko'zlari chuqur, sirli va biroz ma'yus edi. U qo'lini ko'rib mening yuzimni siladi. Men ham, dedi u ovozsiz. Keyin u mening labimdan sekin oldi. Bu opichda minnatdorchilik bor edi. Endi turaylik, dedi u sekin, amaking kelib qolishi mumkin. Biz keyindik. Xonadagi havoda hali ham bizning ehtirosimiz hidi bor edi. Men eshik oldiga borganimda u meni to'xtatdi. Nodir, dedi u menga tikilib.
Bu oramizda qolsin. Men bosh irgadim. Albatta Kenay. U biroz jim turdi-da, keyin sekin qo'shimcha qildi. Amaking yoq paytlari kelibdi. O'sha kundan boshlab mening hayotim butunlay o'zgardi. Endi men amakimning ishga ketishini, Kenayimning navbatchilikdan qaytishini intiqib kutadigan bo'ldim. Bizning uchrashuvlarimiz tez-tez takrorlanadigan bo'ldi. Har safar bu yangi bir sarguzas, yangi bir ehtiros portlashi edi. Bu bizning kichik taqiqlangan ammo shirin sirimiz bo'lib qoldi. Men bilardim bu noto'g'ri, bu gunoh. Lekin Kenayimning quchog'ida his, musiqa qilgan baxtim. U menga bergan o'sha olovli nigohlar. Bularning barchasi har qanday gunohdan ustun edi. Biz bir-birimizga kerak edik. Uning yolg'izligi mening ehtirosim bilan to'ldi. Mening orzularim esa uning haqiqatiga aylandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha